Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, barchangizni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan muborakbod etamiz. Bugun Qurbon hayitida asosiy qilinadigan amallardan biri qurbonlik qilish xususida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi Shayxontohur tumanidagi Firdavs jome masjidi imom xatibi ustoz Baxtiyor domla Sattorov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz studiyamizga. Ustoz, bugun shu qurbonlik xususida gaplashsak, qurbonlik tarixini bir eslasak. Qurbonlik hijriy 2-sanada bizlarga shu vazifa bo'lib yuklatildi. Umuman olganda qurbonlik qilishning tarixi, undagi bilishimiz kerak bo'lgan, anglashimiz kerak bo'lgan ibratlar xususida gapirib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo ushbu ko'rsatuvni manfaatli qilsin. Haq subhanahu va taolo bilganlarimizga amal qilishligimizni muvaffaq qilsin. Har bir narsani aytganingizdek o'ziga yarasha bir tarixi, uni sabablari bor. Xuddi mana shunday qurbonlikning ham tarixi o'sha kitoblarimizda kelgan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sofot surasida alohida oyatlar nozil qilib buni tarixini bayon qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida tushuntirdilar. Tarixiga keladigan bo'lsak, endi hammamiz yaxshi bilamizki, Ibrohim alayhissalomning Alloh taolo tarafidan u kishiga berilgan bir imtihondan boshlangan bu tarix. Ibrohim alayhissalomni hayotlariga bir nazar solsak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni og'ir sinovlar bilan sinaydi. Oddiy insonlar u sinovlarni ko'tara olmaydi. Ana shu sinovlardan Ibrohim alayhissalomga kelganlaridan mana shu qurbonlik masalasidagi bir sinov. Ibrohim alayhissalom juda ham kech farzandli bo'lganlar. O'sha 90 yoshdan keyin. O'shangacha farzand yo'q. Endi 90 yoshlaridan oshgandan keyin farzandli bo'ldi. Tasavvur qiling, bir inson uzoq yil farzandli bo'lmasa, keyin farzandli bo'lsa, haligi farzandni qadri, otani unga bo'lgan mehri, muhabbati boshqacha bo'ladi. Bo'lib ham 90 dan oshgandan keyin farzandli bo'ldi. Endi u farzandli bo'lgandan keyin endi ba'zi bir sinovlar ham boshlandi. Sinovlar oilaviy bir sinovlar tufayli Alloh subhanahu va taolo shu farzandlarni Ismoil alayhissalom bilan u kishining onalarini buyurdiki, bir kimsasiz, hali hech kim yashamaydigan shu tog' toshlardan iborat bo'lgan joyga olib borib tashlashlikka Alloh buyurdi. Ibrohim alayhissalom o'sha ayollari Hojar ona bilan Ismoil alayhissalomni o'sha o'g'illar chaqaloq o'g'ilni o'sha 90 yoshdan keyin ko'rgan chaqaloqni Allohning amri bilan aytamiz, payg'ambarlarning sinovi og'ir bo'ladi deb. O'sha hozir shu Makka deb nomlangan shu diyorga hali hech narsa yo'q. Tog' toshdan iborat bo'lgan joyiga olib borib tashlab ketishlikka ona va shu ayollari va farzandi Allohdan buyruq bo'ldi. Ana shu joyga olib borib tashlab ketdilar. Bu ham Allohning bir imtihoni edi. Endi ana shu farzand shu joyda shu ona bilan birgalikda vaqti bilan Ibrohim alayhissalom xabar olib turganlar. O'sha otaga ergashib, otani yonida yuradigan bir yoshga kelgandan keyin haligi otani qavatiga kiradi-yu. O'shanda qangi vaqt kelganda ana endi yana bir og'ir sinov keldi. Ibrohim alayhissalom tush ko'rdilar. Tushlarida ana shu o'g'illarini qurbonlik qilayotganini tush ko'rdilar. Mana shu tushni ko'rgan kunlari bu Zulhijjaning 7-kechasi, 8 ga o'tar kechasi. Uyg'onib ketganlaridan keyin o'ylab qoldilar. Bu kunni otini yavmut tarviya deydi. Tarviya degani o'ylanib yurgan kun. Kuni bilan o'ylanib yurdilar. Bu tush Rahmondanmi, Allohdanmi yoki shaytondanmi? Bu qanaqa tush bo'ldi? Payg'ambarlarning tushi vahiy. Endi o'shani hayron bo'lib kun davomida o'ylab yurdilar. O'sha uchun uni o'ylangan kun tarviya kuni deyiladi. Bu Zulhijjaning 8-kuni. Kechasi yana tush ko'rdilar. Xuddi o'sha tushni ko'rdilar. Endi ma'lum bo'ldiki, bu Allohdan ekan. Demak, o'sha aniq bo'lgan kunda Yawm Arafa. Aniq bo'lgan kun. Tush Allohdan ekanligi aniq bo'ldi. Endi shu hukm bo'layaptiki, payg'ambarlarning tushi orqali bir vahiy kelyaptiki, Alloh taolo tarafidan shu o'g'ilni qurbonlik qilishlik amri. Ana bu kunda otini Yawm Arafa deydi. Shu Zulhijjaning 9-kuni. Ana endi 3-kuni ham yana tush ko'rdilar. Tush ko'rdilar, xuddi o'sha tushni ko'rdilar.
Ha, demak so'yadigan kun ekan bu. Yawmun nahr. So'yiladigan kun. O'sha uchun buni qurbonlik kuni, ya'ni qurbonlik bajariladigan nahr, shu qurbonlik qilinadigan kun deb o'sha hayitning nomini ham Qurbon hayiti deb nomlandi. Demak, nomlanishi ham tarixi shunga borib taqaladi. Hojilarimiz ham mana shu kunlarga bog'lanib o'sha haj amallarini bajarishadi. O'sha tarviya kuni Minoga chiqadilar, Arafa kuni Arafaga chiqadilar. Ana endi Arafadan kechqurun kelib Muzdalifada yotib, Yawmun Nahr kuni, hayit kuni yana Minoga kelib o'sha qolgan amallarni davom ettirib, shaytonga tosh atishni boshlaydilar. Demak, tarix o'shanga bog'lanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Soffat surasida shuni bayon qilib aytadiki, Ibrohimning o'g'li uni yonida qavatiga kirgan payti, birga yuradigan bo'lgan paytida Alloh subhanahu va taolo tarafidan uning tushida shu o'g'lini so'yishlik tushini ko'rdi. Ibrohim alayhissalom endi buni o'g'liga aytishlik kerak-ku. Ikkalasi ham payg'ambar. Ota ham payg'ambar, o'g'il ham payg'ambar. O'g'liga aytdilar keyin. Aytdilarki, ey o'g'lim, tushimda seni so'yayotganimni ko'ryapman. Allohning buyrug'i bo'lyapti. Bu haqda nima deysan, fikringda aytgan degandilar. Allohning amri bosh ustiga, ey otajon, Allohning amriga men sabr qilib beraman. Alloh nima buyurgan bo'lsa shuni qiling dedi. Endi bu gaplar, bu insonni tanasini bujurlatib oladigan gaplar bu. Chunki undan oldin tashlab ketiluvdi o'sha holatda. Endi bir qavatga kirib, haligi holatga kelgandan keyin endi shu farzandni so'yishlik imtihoni kelyapti. Lekin payg'ambarlar Allohning amriga qilchalik og'ishmasdan o'shanga ergashishliklarini qarangki, ota ham Allohning amriga bo'ysundi, farzand ham Allohning amriga bo'ysundi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki Qur'oni Karimda, vaqtoki u ikkisi taslim bo'lib, shu narsani qilishlikka jazm qilib, bo'ysunishib, o'sha peshonani yerga qilib farzandni yotqizib, shu amrni bajarishlikka astoydil kirishdi. Pichoqni tortishlikka ota ham, farzand ham rozi, Allohning amriga bo'ysunyapti. O'sha pichoqni tortyaptilar, ammo pichoq kesmayapti. Alloh pichoqqa amr qildiki, kesmagan. Bo'lmasa o'tkir pichoq. Hamma narsani kesyapti, lekin o'sha o'g'ilni bo'ynini kesmaydi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu ikkisi shu amrga, Allohning amriga bo'ysunganlaridan, shu amrdan qilchalik og'ishmaganlardan Alloh subhanahu va taolo buni mukofoti o'laroq bu ikkisiga bir imtihondan o'tganligini alomati o'laroq bir katta qo'chqorni in'om qildi. Qo'chqor tushirildi. Ana shu Ismoil alayhisalomning o'rnlaridan o'sha qo'chqor nima fido qilindi, so'yildi. Qurbonlikni tarix o'shanga boradi. Demak, ana shu Qurbon hayiti kuni edi. Demak, qurbonlik qiluvchilar mana shu endi bizdan o'sha farzandimizni so'yish talab qilinmayapti-yu. Bizdan bo'lib ham hammadan emas. Alloh subhanahu va taolo kimga iqtisod bergan bo'lsa, o'sha qurbonlikning so'yishlik shartlari shu odamda topilsa, iqtisodiy jihatdan, o'sha imkoniyatlar topilganda, keyin bir yilda bir marotaba, agar iqtisodi to'g'ri kelsa, Alloh yo'lida bir jonliqni so'yishlikni Alloh buyuryapti. Imkoniyat yo'qlarga emas, imkoniyati borlarga. Va ana shu narsa demak, shu bugungi kundagi, ya'ni Qurbon hayiti kuni qilinadigan eng savobli amallardan ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida alohida to'xtaldilar. Tashakkur ustoz. Shu o'rinda o'sha Ismoil alayhisalomni tosh ustiga olib borib so'yishgacha bo'lgan holatlarida Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni bu qadar sinashidan hikmati nima deb bilasiz? Endi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni shunday og'ir sinaydi. Buni hikmati juda ko'plab hikmatlar bor. Alloh biladi. Lekin shu payg'ambarlarning sinovi, bu joydagi o'sha imtihonda og'irligi, haqiqiy bir sinovning og'irligi mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni qiyomatgacha keladigan ummati Muhammadiya bir shu narsani ko'z oldiga keltirsa, uni o'sha qiladigan bir qurbonligiga bir turtki bo'ladimi? Hikmatlardan biri. Shayton bu yerda vasvasa qildi. Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomni shu Hojar onaga aytib, bu kishini bir yuvintirib, bir xushbo'y narsalarni sepib, bir chiroyli holatga keltiring deb aytganlarida Hojar ona shunday qildilar.
o'g'ilchani shunday tayyorlab berdilar. Endi shu o'g'ilchani yetaklab ketayotgan paytida shayton kelib uchalasini ham vasvasa qilgan. Shayton kelib Hojar onani vasvasa qilyapti. O'g'lingni nimaga olib ketyapti bilasanmi? O'g'lingni so'yishga olib ketyapti deb onani vasvasa qilyapti. Ona shaytonning gapiga ergashmasdan shaytonga toshlar otib toshbo'ron qildi. Kelib o'g'ilni vasvasa qilyapti. Otang seni nimaga olib ketayotgan bilasanmi? Hozir seni so'yadi. O'g'il ham shaytonga tosh otib shaytonni quvdi. Otaga vasvasa qildi. Shu yoshga kirganda shunday bir o'g'il ko'rgan bo'lsa, bu o'g'ilning chiroyliligini qara. Bu o'g'il endi qavotinga kirayotgan bo'lsa, shuni so'yib yuborasanmi? Otaga vasvasa qilganda ota ham shaytonni haydab tosh otdi. Mana shu shaytonga tosh otiladigan hojilarimizni o'sha tosh otish, jamorat, shaytonga otiladigan toshlarni tarixi o'shanga borib taqaladi. Ya'ni o'sha hajdagi bo'ladigan amallarni hammasini shu Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalomga borib bog'lanadigan bir tarixiy holatlari bor. Tarixiy holat. O'sha shaytonga tosh otishlik ham o'sha holatdan kelib chiqqanligi o'sha tarixda keladi. Shu o'rinda shunday go'zal tarixga ega bo'lgan bu qurbonlikni qilgan odam qanday savoblarga erishadi? Shular haqida ham gapirib bersangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahobiy ikromlar so'rashdi. Ya Rasululloh, bu qurbonlik o'zi qanday amal? Buni bajaradigan bo'lsak qanday savoblar bor degan ma'noda. Avvalambor bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu savolni javobiga aytdilarki, bu otangiz Ibrohim alayhisalomning sunnatlari, ya'ni tutgan yo'llari deb aytdilarda, keyin aytdilarki, bi kulli sha'ratin hasanatun. Qurbonlik qilinadigan hayvonni har bir tola yungiga alohida savob bor, hasana bor dedilar. Arablar sha'ara deb echkining yungini tolasini aytar ekan. Sahobalarning ziyrakligini qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha sha'ara iborasini, ya'ni echkining yungini tolasini iborasini ishlatganlarida sahobalar ba'zi birlar qo'y so'yishadi. Aytayaptilarki, "Vasuf ya Rasululloh." Ya Rasululloh, qo'yning ham yungini tolasiga savob bormi deb, yo faqat echkigami deyaptilar-da. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir o'sha qo'yning yungining tolasiga ham alohida savob. Ya'ni o'sha qurbonlikka so'yiladigan hayvon murod. Kimdir tuya so'yishi mumkin, kimdir qoramol, kimdir echki, kimdir qo'y. Mayli, shu so'yiladigan hayvonning har bir tola yungiga alohida ajr beriladi. Endi tasavvur qiling, bir hayvonda qancha son-sanoqsiz yung bor. Alloh subhanahu va taolo uni sonini biladi. Biz bilmasligimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo har bitta tola o'sha yungiga alohida savob beradi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytdilarki, Qurbon hayiti odam bolasini qiladigan amallarning ichida Alloh taologa eng mahbub, Alloh eng yaxshi ko'radigan amal qon oqizishlik dedi. Ya'ni qurbonlik so'yib qonni oqizishlik. Aytdilarki, ana shu so'yilgan qurbonligi qiyomat kunida shoxlari bilan, tuyoqlari bilan, yunglari bilan qurbonlik qilgan odamning oldiga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shunday ekan, bu qurbonlikni chin ko'ngildan, ya'ni bir rozi bo'lib, xursand bo'lib qilinglar. Fatayyibu bihi nafsan. Ya'ni o'sha narsani kelajakda buni foydasi bor. Hozir bu dunyoda bir qancha hikmatlar borki, shu qurbonlik tufayli Alloh subhanahu va taolo biz bilmagan qancha barakalarni, qancha yaxshiliklarni beradi. Savoblar ketma-ket. Savoblar shu darajadaki, hattoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, shu so'yilgan paytida qon hali yerga tushmasdan. Endi tasavvur qiling, hali so'ygan odam biladi buni, qassoblar shu bo'g'ziga bitta tortgan paytda lahzada qon otilib yerga tushadi. Hali o'sha bosimda shu yerga yetib bormasdan Allohning dargohida bir makonda bu qabul bo'ladi. Ana shu yetib bormasdan bu qurbonlik qilinishligi bilan insonning gunohlari mag'firat qilinadi. Endi qarang, gunohlar mag'firat qilinadi bu tufayli.
har bitta qilingan o'sha qurbonlikning barcha a'zolariga, hatto yunglarigacha savob beriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytdilarki, samminu a'zimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Qurbonliklaringizni iloji boricha semizrog'idan, kattaroqlardan qiling. Qiyomat kunida sirot ko'pirigidan olib o'tadigan ulovingiz bo'ladi dedi. Ya'ni bu sirotdan o'tayotganda ertaga biz shunaqa bir qiyin holatga tushganimizda o'sha o'tishimizga sabab bo'ladigan narsalardan biri bo'lishligini Rasululloh bu hadislarda aytayaptilar. Oxiratdagi manfaatlarida. Endi dunyodagi manfaatlarni albatta qurbonlik qilgan odam qurbonlikni go'shtlardan bir qiynalgan oilalarga beradi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, farz amallardan keyin odam bolasini qiladigan eng savobli amallari mo'min insonning qalbiga xursandchilik kirgizishlik. Bir yo'qsul oila qiynalib turgan bo'lsa, hayit kunlari bolalarni oldida noqulaychilik yoki bo'lmasa shu muhtojlik bor. Tasavvur qiling, bir 3 kilo go'sht olib kirib bersangiz. Shunaqangi bir yaxshi sifatli qo'y go'shtidan olib kirib bersangiz, qanaqa xursand bo'lib ketadi. O'sha sizni chin ko'ngildan duo qiladi. Alloh qurbonligini qabul etsin. Ichidan yig'laydi. Nimaga? O'shanga ehtiyoji bor edi. Haligi xursandchilik qalbiga kirib boradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'sha farzlardan keyin mo'min insonning eng yaxshi amali mo'minning qalbiga xursandchilik qancha odamni qalbiga xursandchilik kiradi. Qarindoshlar bo'lsin yoki qo'ni-qo'shnilar bo'lsin, mahallada qiynalganlar bo'lsin. Shuncha odamlar xushnud bo'ladi, xursand. Hayit kuni ularning ham uyida bayram bo'ladi. Qurbonlik shunga sabab bo'lyapti. Va boshqa kitoblarimizda keladiki, qurbonlik bir qancha dardlarni ko'tarishligiga, bir qancha shunaqangi musibatlarni aritishlikka sabab bo'ladi degan joylarni kitoblarda ko'rdik. Ya'ni biz gohida bemor bo'lib qolsak, qancha mablag'imiz ketadi. Bitta qo'y emas, bir nechta qo'ylarning mablag'i ketib qoladi. Agar shu narsani bitta so'yishligimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning yo'lida qilinadigan bu Allohga qurbat hosil qilishlik natijasida Alloh subhanahu va taolo bizdan o'sha dardlarni, shu musibatlarni ko'taradigan bo'lsak, biz bilmaganimiz qancha. Alloh subhanahu va taolo qurbonlik tufayli demak bizga ancha biz bilgan, bilmagan yuzlab, minglab hikmatlarni joriy qilgan. Biz o'sha shariatning ko'rsatmalariga muvofiq qo'limizdan kelsa, o'sha bizda agar imkoniyat bo'lsa, shariat talab qilingan talablar, iqtisodiy taraflar bo'ladigan bo'lsa, biz buni chin ko'ngildan ixlos bilan qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo hammasini beraveradi. Faqat riyo bo'lmasin. Faqat ixlos bo'lsa bo'ldi. Alloh uchun shunday qiladigan bo'lsak, boyagi savoblar hammasiga inshaalloh erishamiz. Alloh subhanahu va taolo ana shu amallarni ixlos bilan qilishligimizni hammamizga muvaffaq qilsin. Amin, amin. Duolaringiz ijobat bo'lsin. Ustoz, mana yuqorida savoblari haqida, ajrlari haqida gapirib o'tdingiz. Endi qurbonlik mana kunlari bor. Xudo xohlasa bu yil o'sha Zulhijja oyining 10-kuni, Qurbon hayitining 1-kuni bo'lsa, undan keyin yana 3 kunlarda qurbonlik qilish mumkin. Shular haqida ma'lumot bersangiz, ya'ni nechinchi sanagacha ham qurbonlik qilish mumkin? Mabodo qurbonlikka qodir bo'la turib, u narsani qilishini unutib qo'yib yoki shu biror korxol bilan shu narsani amalga oshira olmay qolgan odamning hukmi qanday bo'ladi? Shular haqida ham gapirib bersangiz. Endi shu qurbonlikni Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir amallarni o'sha vaqtini belgilab qo'ydi. Hamma amalda ham o'zi vaqt tayin qilinganlari bor. Qurbonlikning ham o'sha tayin qilingan vaqti bor. Demak, o'sha Zulhijjani 10-kuni, 1-kuni, 11-chi, 12-kuni. Demak, 1-kuni hayit namozi ado qilingandan keyin, ya'ni shahar ahliga degan, shahar ahlidan murod o'sha bizni hayit namoz o'qiydigan joylar. Bizni o'sha diyorimizdagi chekka hududlar ham, tog' toshlar endi boshqa narsa, lekin deyarli diyorimizni aksar qismi o'sha eng chekka joylar ham o'sha shar'iy shahar hukmiga kiradi. Uylarda ham hayit o'qiladi. O'sha hayit o'qiladigan joylarda demak hayit namozini ado qilgandan keyin qurbonlik qilishlik vaqti boshlanadi. Ungacha so'ymaslik kerak. Demak, o'sha hayit kuni, birinchi hayit namozini ado qilgandan boshlab qurbonlikning vaqti boshlanadi. Birinchi hayit, ikkinchi hayit, uchinchi hayit kuni to quyosh botguncha so'yib qolishlik kerak.
Demak, 3 kunda ichida so'yilishlik kerak. Endi agar kimdadir imkoniyati bo'la turib, shunga xasislik qilib, o'sha pulini qizg'anib yoki o'shani beparvolik qilib qilmaydigan bo'lsa, u insonning zimmasida shu qurbonlik vojibligi turaveradi. Shu 3 kunda ichida qilmasa agar, 3 kunda ichida qilmaydigan bo'lsa, uning zimmasida bitta qurbonlik qilinadigan hayvonning, qo'yning misol uchun vojibligi turadi. Endi nima qilishlik kerak? Agar shu 3 kun ichida qilmaydigan bo'lsa, vaqti o'tib ketadigan bo'lsa, ana endi bitta o'sha qo'yni tiriklay ehson sadaqa qiladi. Yoki bo'lmasa shu qo'yning, o'rtacha qo'yning qiymatini sadaqa qiladi. Aytaylik, o'rtacha qo'y bugungi kunda bozorda nechta pul turadi? O'sha qo'yning qiymatini sadaqa qiladi. U qo'yni dan foydalanishlikka bu odamda hech qanaqa imkoniyat qolmaydi agar shu 3 kun ichida qilmasa. Endi 3 kun ichida qiladigan bo'lsa, shuni qurbonlik deb qiladigan bo'lsa, uni xohlagancha iste'mol qiladi. Xohlagancha ehson qiladi, xohlagancha iste'mol. Agar o'zi odatda go'shtdan qiynaladiganroq oila bo'lsa, iqtisodiy tarafdan o'sha o'ziga yarasha juda ham to'q bo'lmaydigan oila bo'lsa, hattoki o'sha aksar qismini olib qolib foydalanishligi savobroq debdi. Ko'p qismini. Maqsad qonni oqizishlik, Alloh yo'lida shu jonni so'yishlik, qurbonlik qilishlik. Bir qo'ynimi, echkinimi o'shani so'yadigan bo'lsa, o'shani so'yishlik asosiy maqsad. Ana endi uni go'shini taqsimoti bu ikkinchi darajadagi narsa. Endi kitoblarimizda keladi, mana 3 qismga bo'lib, bir qismini olib qolib, bir qismini pishirib yegizib, bir qismini tarqatishlikda o'sha 3 ga bo'lib shunday qilishligi savobliroq, afzal masala deb keladi. Unda hamma mamnun bo'ladi. Oila a'zolariga ham bo'ladi, o'sha yor birodarlarga ham bo'ladi, qiynalganlarga ham bo'ladi. Ya'ni bunda boshqa o'sha odamlarni ham ko'niga xursandchilik qilib, yana ko'proq savobni ko'paytira oladi. Endi iqtisodiy tarafdan o'zi o'ta boy bo'lsa, shu go'shtga ehtiyoj bo'lmasa, ko'proq qismini ehson qilib olgani yaxshiroq. Endi haligi masalamizga keladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimda imkoniyati bo'la turib, agar qurbonlik qilmaydigan bo'lsa, juda og'ir gapni aytganlar. Bizni namozgohimizga yaqinlashmasin dedilar. Ya'ni hayit o'qiydigan joyda musallo deydi. O'sha hayit o'qiladigan joyimizga u odam yaqinlashmasin. Ya'ni iqtisodiy tarafdan u qurbonlik qilishlikka loyiq odam, lekin pulini qizg'anibmi qurbonlik qilmoqchi emas. Qurbonlik qilmoqchi. Shu odamga juda qattiq zajr qildilar. Biz namoz o'qiydigan joyga yaqinlashmasin. Og'ir gap bu. Bizni oramizga kirmasin deyaptilar. Qurbonlikning hukmi odamga vojib edi. Shu vojib amalni tark qilganligi uchun bizga yaqinlashmasin dedilar. Endi shu o'rinda e'tibor berishligimiz zarur bo'lgan narsa, demak, biz har birimiz o'zimizni iqtisodiy holatimizni o'zimiz bilamiz. O'sha talab qilingan shariat mezonlariga solishligimiz kerak. Biz qurbonlik qilishlikka loyiq inson bo'ladigan bo'lsak, buni qurbonlikni qilishimiz kerak. Xohlasin o'sha molga qo'shilib 7 kishi bo'lib bo'lsa ham o'sha molga qo'shilsin. Agar xohlasin o'sha 1 yoshlik echkini so'yadimi yoki bo'lmasa bir o'sha qo'yni so'yadimi, o'sha qurbonlikni qilishlikka harakat qilsin-da, mana shu kunlardagi eng savobli amalga kirishsin. Xohlagancha foydalansa bo'ladi. Undan keyin agar qiladigan bo'lsa, demak, qurbonlik qilmaydigan bo'lsa 3 kun ichida, undan keyingi masalasi yuqorida aytganimizdek, undan foydalanib bo'lmaydi, faqat o'sha bersagina keyin qutuladi. Bu go'yo bir jarima ma'nosida. Tushunarli domla, yuqorida o'sha qurbonlikni taqsimoti to'g'risida gapirib o'tdingiz. Shunda ba'zi holatlarda yaqinlar, qarindosh urug'lar qurbonlik qilishadi-da, o'zi qurbonlik qilgan odamning uyiga ham qurbonlik go'shtidan tashlab ketishadi. Shunday holatlarda to'g'ri bo'ladimi o'sha qurbonlik go'shtini? Qurbonlik go'shtini shunaqangi xususiyati borki, bu boyga bersangiz ham bo'ladi. Kambag'alga bersangiz ham bo'ladi. Endi qurbonlikni go'shti haliga aytgandek, o'zingiz qurbonlik qilgan bo'lsangiz ham silay rahm ma'nosida. Misol uchun aytaylik, o'g'lingiz ajrab chiqqan yoki bo'lmasa bir jiyaningiz yoki amakingiz o'sha jiyanikiga ham bir 2 kilo chiqarib yuboraylik deb chiqarsa, misol siz o'zingiz ehson qilib turibsiz. Sizga ham olib keladigan bo'lsalar, qabul qilsangiz zarari yo'q, iste'mol qilaveradi. Buni hammaga bersa bo'ladi. Hattoki
qo'ni qo'shnilarning ichida agar g'ayridinlar bo'lsa ham o'shalarga ham bersa bo'ladi. Buni ihson qilsa. Aytaylik, ba'zi bir misol uchun rus millatiga mansub qo'shni bordir. Aytaylik, musulmon bo'lmagan qo'shni-yu, xristiandir, boshqadir. O'shalarga misol uchun o'sha qo'shnichilik haqqi ma'nosida shu go'shtdan bersa ham bo'ladi. Shunaqangi haligi keng imkoniyatlik bu o'sha ihson qilishlik imkoniyati bo'lgan o'sha go'sht hisoblanadi bu go'sht. Albatta bu bag'rikenglik bayrami ham ekan. Alhamdulillah, rahmat. Endi tashakkur domla. Shu o'rinda qurbonlikka oid ba'zi yig'ilib qolgan savollar bor edi. Shularga javob izlasak. Qurbonlik go'shtini kimlarga tarqatish eng afzal hisoblanadi? Endi eng afzali muhtojlarga tarqatish eng afzali. Bo'lib ham o'sha qarindosh urug'larning ichida bo'lsa, bu ham silay rahm bo'ladi, ham o'sha xayr ehson bo'ladi. O'sha uchun agar nobodagi qarindoshlarning ichida albatta ba'zi bemorlari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha qiynalganlari bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lardan ishni boshlab harakat qilinadigan bo'lsa, afzali shu. Qiynalganroqga tarqatishlik muhtojda endi. O'sha muhtojga o'rniga tushishligi o'sha juda savob ustiga savob bo'ladi. Qarz olib qurbonlik qilish mumkinmi? Endi qarzda turi bor. Misol uchun kimdadir imkoniyat bor, hozir qo'lida pul yo'qdir. Lekin uni keladigan joyi bor. Lekin shu kunlarda imkoniyati yo'q. Puli qo'lidan chiqib qoldi-yu, lekin hafta 10 kunda keladigan joylari bor, bemalolchilik. Faqat o'sha kunlarda imkoniyati yo'q, kimdandir qarz olib, bir jonliqda olib so'yadigan bo'lsa, o'rni kelganda to'lab oladigan darajada bo'lsa, hech qanaqa monelik yo'q. O'sha qilinaveradi. Lekin o'sha qiynaladigan holat bo'lsa, endi u bundan mustasno. Lekin imkoniyati bor odam bugun kunda imkoniyati yo'qdir. Qandaydir keladigan joyi bor lekin. O'sha olib keyin o'rniga qo'yib qo'yadi, bo'ladi. Qurbonlik uchun jonliq sotib olayotganda savdolashish joiz bo'ladimi? Joiz, savdolashsa bo'ladi. Qurbonlik olayotgan paytida savdolashlikda hech qanaqa shar'an moneyligi yo'q. Faqat oxirgi paytda ba'zi bir savollar bo'lib qoldi. Misol uchun vaznidan yutqazmaslik uchun yoki o'shandaqangi taroziga tortish ma'nolari. Misol uchun so'yib taroziga qo'yib o'sha chiqqan kilosiga pul bersak bo'ladimi degan masala chiqib qoldi. Shu narsa qurbonlikda durust emas. Nimagaki bu qurbonlik shunaqangi ibodatki, qurbonlikda avval o'sha tirik holatda o'ziga mulk qilib sotib olishlik kerak. Hali noma'lum u narsa. Sotib olgan yo'q hali. Aytayaptiki, misol uchun so'yib go'shtini taroziga qo'yamizda, necha kilo chiqsa keyin pulini beramiz desa, mana shu durust emas. Nimagaki hali bu odamga u hayvon mulk bo'lib o'tmadi. Avval o'ziga mulk qilib o'tkazib, keyin qurbonlik qilishlik kerak. O'sha uchun demak u narsa to'g'ri kelmaydi. Tiriklay misol uchun sotib oladi. Endi vaznni aniqlashlik uchun, misol uchun vaznni aniqlab, foizini aniqlashlik uchun tiriklay o'sha holatga taroziga qo'yib turib o'sha aniqlashlik uchun ikkala taraf ham bir zarar ko'rmaslik uchun tiriklay qo'yadigan bo'lsa, bu boshqa masala. Bu joiz endi. Lekin so'ygandan keyin taroziga qo'yib keyin narxini chiqarib pulni beramiz desa, u durust emas. O'tib ketgan ota-onam nomidan qurbonlik qilishim mumkin bo'ladimi? Hilyatul Janna kitobida Ashraf Ali Tahonaviy o'sha masalani keltirdilar. Bir boy odamlar bo'lsa, o'ziga qilgandan keyin o'sha vojib bo'lganlarga o'sha qurbonlikni qilsa, sunnat bo'lganlarga qilsa-yu, lekin iqtisodi bemalol. Aytaylik, boy odam bo'lsa, o'sha otasiga yoki onasiga qilib savobini bag'ishlab yuboradigan bo'lsa, o'zinikini qilib bo'lgandan keyin joiz debdilar. O'tib ketganlarga misol uchun qilsa bo'ladi. Hazrati Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom vafotlaridan keyin o'sha qurbonlik qilar sharh shariatul islomda ham keltirgan. Hazrati Ali roziyallohu anhu o'zlarining nomidan so'yganlaridan keyin bir jonliqni Rasululloh nomlaridan so'yib o'shani ihson qilib olishliklari ham bor ekan. Hazrati Ali shunaqa qilgan ekanlar. Avval demak o'zinikini qilishlik kerak-da. Ba'zi bir odamlar o'sha bu yil otamning nomlaridan qilaman deb o'zining nomidan qilmaydigan bo'lsa, bu noto'g'ri. O'ziga vojib yoki sunnat. Demak, o'zi o'sha vojibni yoki sunnatni bajarsin. Endi boy odam bo'lsa, unga bitta qo'y hech narsa emas. Misol odatda ihson qilib turadigan odamlar bo'lsa, o'shani misol uchun otam nomlaridan bitta so'yib olib, keyin o'shani ihson qilib oladigan bo'lsa, zarari yo'q, savobini bag'ishlab oladi. O'sha bir ihsonga o'xshagan narsa. Qurbonlik so'yishda bismillah Allohu akbar demasdan bismillahni o'zini aytib
So'ysa ham o'tadimi? Agar aytish yodidan chiqib qolsa-chi? Endi o'sha so'yish masalasiga taalluqli bismillahi Allohu akbar deyishlik afzal, lekin o'sha bismillah so'zini o'zi ham kifoya. Kifoya qiladi, o'sha bilan u harom bo'lib qolmaydi. O'sha musulmon odam bismillah deb so'ysa, o'sha Allohu akbarni shoshib qolibmi yoki bo'lmasa o'shanaqangi qilib beparvolik qilib aytmasa ham, lekin bismillah aytganligi uchun o'sha qurbonlik o'rniga tushaveradi, muammo yo'q. Agar umuman aytish yodidan chiqib qolsa-chi? Musulmon odam bo'lsa, umuman aytish yodidan chiqib qolsa ham fiqh kitoblarimizda durust deyilgan. Umuman aytish esdan chiqib qolgan, misol shoshib qoldi, nimadir bo'ldida, shunaqangi bir vaziyat shuni taqozo qilib qoldi. Shunaqa holat. O'zi aslida qasddan aytmaydigan emas u odam. Aslida aytardi-yu, lekin shu vaziyat shunaqa holat bo'lib turib, majbur bo'ldi tortib oladigan bo'lsa, shoshib qolgandan, lekin musulmon odam bo'lsa durust bo'ladi. O'shani so'yiq hisoblanadi. Qurbonlikka yig'ilgan pulni ihson qilish afzalmi? Yo'q, qurbonlikka o'sha yig'ilgan pul, qurbonlik qilishlikka tayyorlangan pul Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'sha hadislarda aytganlari, Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anhodan rivoyat qilingan hadisda o'sha qurbon hayiti kuni qilinadigan Allohga eng mahbub amal qon oqizishlik dedilar. Shu qurbonlikni pulini olib ihson qilib olishlik qurbonlik zimmasidan soqit bo'lmay qoladi. So'yib keyin go'shini ihson qilib yuborsin. So'yib keyin hammasini ihson qilib yuborsin. Lekin o'shani nomidan berib yuboradigan bo'lsa soqit bo'lmay qoladi. Qurbonlik go'shtidan o'zga din vakillariga ham berish mumkinmi? Yuqorida aytib o'tdingiz, yana savol kelgan ekan, men takror qilsam ham. O'zga din vakillariga ham bersa bo'ladi. Tashakkur domla, bugungi shu qurbonlik masalasida ko'pgina yurtdoshlarimizni qiziqtirgan ancha-muncha savollarga javob oldilar degan umiddamiz. Bu kelayotgan Qurbon hayitini hammalarimizga muborakli aylasin. Hammamizni qurbonlik qilishga qodir bo'lgan kishilar safida qilsin Alloh taolo. Tashakkur domla, bugungi shu mavzuni chiroyli qilib yoritib berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Din yo'lida qilayotgan xizmatlaringizga Alloh taolo ulkan ajr va mukofotlar bilan ikki dunyoda mukofotlasin. Muhtaram azizlar, shuning bilan juma suhbatda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi Firdavs jome masjidi imom xatibi ustoz Baxtiyor domla Sattorov bo'ldilar. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.